Yer davlatnikimi yoki siznikimi? Assalomu alaykum. Bugun biz ko'pchilik o'ylaydigan, lekin tub mohiyatini hamma ham tushunib yetmagan o'ta dolzarb mavzu, yerni xususiylashtirish haqida gaplashamiz. Ko'pchilikning uyi bor, do'koni bor, hujjati joyida. Lekin bir narsani unutmang, agar siz yerni xususiylashtirmagan bo'lsangiz, u bino ostidagi yer hali ham davlatniki hisoblanadi. Sizda bor bo'lgan eski kadastr hujjatlari faqat meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish yoki shunchaki foydalanish huquqini beradi xolos. Zamon o'zgaryapti, qonunlar yangilanyapti. Endi o'z yerimda o'tiribman deyish yetarli emas. Ertaga u yer isnosga tushsa yoki investor kelib o'sha hududda qurilish qilmoqchi bo'lsa, sizning huquqlaringiz qay darajada himoyalangan? Bugun yerning huquqiy zirhini qanday yaratishni batafsil ko'rib chiqamiz. Xususiylashtirish nima va u sizga nima beradi? Xususiylashtirish bu yerning davlat tasarrufidan sizning shaxsiy mulkingizga o'tishi degani. Bu jarayon sizga 3 ta ulkan ustunlikni taqdim etadi. Birinchidan, daxlsizlik kafolati. Xususiylashtirilgan yer bu xususiy mulk. O'zbekiston Konstitutsiyasiga ko'ra xususiy mulk daxlsizdir. Uni hech kim, hatto davlat ham asossiz yoki tekinga tortib ola olmaydi. Ikkinchidan, bozor qiymatining oshishi. Tasavvur qiling, 2 qo'shni uyini sotyapti. Birida faqat foydalanish huquqi bor, ikkinchisida esa yerga nisbatan mulk huquqi orderi bor. Ikkinchi uyning narxi bozorda kamida 20-30% ga qimmatroq yuradi. Chunki sotib oluvchi kelajakda yer bilan bog'liq muammo bo'lmasligiga amin bo'ladi. Uchinchidan, snos va kompensatsiya masalasi. Eng og'riqli nuqta ham mana shu. Agar yer davlat ehtiyojlari uchun olinganda xususiylashtirilgan bo'lsa, sizga nafaqat bino qiymati, balki yerning bozor bahosi ham to'lab beriladi. Bu shunchaki yer soligi miqdoridagi pul emas, balki o'sha hududdagi yerning real narxidir. Bu esa kompensatsiya miqdorini bir necha barobarga oshiradi. Yerni qanday qilib rasmiylashtiramiz? Endi eng muhim joyi, jarayon qanday amalga oshadi? Bu murakkab ko'rinishi mumkin, lekin aslida tizim raqamlashgan. Kadastringizni tekshiring. Birinchi navbatda bino va inshootga bo'lgan huquqingiz kadastr bazasida reyestr bo'lishi shart. Agar kadastrda muammo bo'lsa, xususiylashtirish haqida ariza berib bo'lmaydi. Onlayn ariza topshirish, buning uchun hech qayerga borish shart emas. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz orqali murojaat qilinadi. Tizim avtomatik ravishda yeringizning maydoni va joylashuvini aniqlaydi. To'lov miqdori, yerning xususiylashtirish narxi hududlarga qarab belgilanadi. Odatda bu yer soligining ma'lum bir barobari, masalan, Toshkent shahrida 20 barobar, viloyat markazlarida 10 barobar etib belgilangan. Bu bir marta to'lanadigan sarmoyadir. Orderni olish, to'lov amalga oshirilgach, sizga elektron shaklda davlat orderi beriladi. Bu sizning yerning haqiqiy egasi ekanligingizni tasdiqlovchi oliy hujjatdir. Xulosa va kelajakka nazar. Azizlar, yerni xususiylashtirish bu shunchaki qog'ozbozlik emas, bu sizning oilaviy kapitalingizni himoya qilishdir. Kelajakda yer resurslari yanada qimmatlashadi. Bugun xususiylashtirish uchun sarflagan bir necha million so'mingiz ertaga o'nlab, balki yuzlab million so'mlik zararni oldini olishi mumkin. Shuni unutmangki, qonunlarni bilmaslik javobgarlikdan ham, moddiy zarardan ham qutqarmaydi. Agar sizda yer bilan bog'liq qandaydir shubhali holatlar yoki tushunmovchiliklar bo'lsa, mutaxassisga murojaat qilishdan erinmang. Savollaringiz bormi? Yeringiz xususiylashtirilganmi yoki hali ham eski hujjat bilan o'tiribsizmi? Izohlarda yozib qoldiring, biz esa qonuniy yechimlarni ko'rib chiqamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi safar yer auksionlari haqida batafsil to'xtalamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, mulkingiz daxlsiz bo'lsin.